Beldagi kuchli og'riqlar, oyoqda og'riqlar bilan bizga 6 kun oldin xolamizga kelgan edilar. Hozir video yozib berishga qaror qildilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Men yuqori chirchiqdan bel og'rig'i, oyoq og'rig'i bilan keldim. Chap oyog'imni bosa olmas edim. Bu Umida qizni men Instagramda o'g'lim ko'rib qoldi-yu reklamani. O'sha bilan o'sha orqali keldik. Biz mana 6 kun muolaja oldim. Bulardan yaxshi shifo topdim. Oyog'im yaxshi yurayapti. Xursandmisiz? Men xursandman. Og'riqlar bormi hozir? Og'riqlar yo'q desam ham bo'ladi, kam. Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Rahmat ularga. Sizga foydamiz tegganidan biz ham xursandmiz. Sizlarda ham shunaqa kuchli og'riqlar bo'lsa, bizning klinikamizga kelib, malakali mutaxassislarimizdan muolaja olishingiz mumkin. Mana hozirgi xolam o'g'illari ham qarab turibdilar. Xudo xolasa onamning muolajalari tugasin, men ham kelib muolaja olaman deb turibdilar. Sizlarda ham shunaqa kuchli og'riqlar bo'lsa, bemalol Skrit klinikasiga kelishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, kommentariyaga plyus belgisini qoldiringlar, like va podpiska unutmaysiz.